Assalomu alaykum qadrbaland qadrdon podpischilar, chorbi ishqibozlar, YouTube ishqibozlari. Bugun hafta kuniga yakshanba, hammanglarni dam olish kuninglar yaxshi o'tyaptimi qadrli obunachilar? 2026-yil 22-fevral. Manzilimiz Andijon tumani Ayrilish mahallasida. Qirg'iziston buqalaridan mana shvedlaridan. Soni 9 dona qadrli obunachilar. Dastlabkalardan muammo yo'q. Xudo xolasa behijolat dastlabkalardan o'ylanmasdan kelaverasizlar. Akalar kanalda mehmonlashib burchada podpisatsiya tugmasi bor. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yib, arzimagan mehnatimizga bir donadan like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rakal obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa mollarni chiroyli qilib obzor qilib mana narxlarini bomba qilib oq qullar oq tumshu shved istayotganlarmi hoji aka? Mana bundan zo'rini topolmadim deydi-yu. Hoji akalar, tuyalarini ko'ringlar bularni. Istakan toy tuyaq. Bitta tuyaqi o'smagan. Behijolat mana zo'ridan. Bir dona manaqangi qorasidan qo'shilib qoldi ichida. Bir dona manaqangi ola parodasidan. Cho jonivor. Mana. Akalar mana 2 dona sal rangi boshqachasi turibdi. Bular ham shvedga chatishgan-ku, lekin toza shvedlaridan 7 dona bor mana. Hammasi oq qullar, oq tumshu toza shvedlar akalar, qirg'iz buqalar mana. Qulog'ida enlari bilan turibdi mana. Birkalari bolalari ham bor ekan. Qadrli obunachilar, bularni bir joyga dastlabkasi bilan Toshkentga o'qib beramiz mana. Bo'ylari 1.20, mana shu eng kichiklari. Va kattalari 1.25. Narxlarini qisqa va lo'nda qilib video qilib beramiz. Sindi deydigan qilasizlar, xudo xolasa. Kommentariy ochiq qoladi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldirib, havas qilganlar bir donadan like bosib mana 25 million so'mdan kami bor deb, xayri kami ichida qilib 24 million 500 ming so'mdan dastlabkasi bilan yetib boradi qadrli obunachilar. Mana bitta ajralyapti mana, oralari ochilyapti o'zi bular. Ko'ringlar. Mollar soni 9 dona. Sifati, narx-navosi yoqqan bo'lsa, kelaverasizlar behijolat. Shu xalqimizning xizmatidamiz. Yaxshi narsa hamma joyda pul bo'ladi akalar. Mana. Yaxshi narsa hamma joyda hamisha pul bo'ladi. Shuni hisobiga narxlariga e'tibor berib, kuzatayotganlarga kelaverasizlar akalar. Mana. Shvedmisan, shved bo'lyapti qadrli obunachilar. Kelinglar, bir donadan like bosib, obuna bo'lmasdan ko'rakal obuna tugmasini bosib kuzatishda davom etinglar. Xalq xizmatidamiz hamisha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.